Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hayotimizga psixologiya 11 darsimiz xush keldinglar. Bu darsimizda biz meditasyon haqida ishlangan ilmiy tadqiqotlar, ilmiy maqolalar orqali meditasyonninki kishilarning sog'lomligiga bo'lgan ziyonlarini so'zlaymiz va oxirida bir nafaslanish mashqini o'rganib o'tamiz. Endi meditasyon haqida ilib berilgan ilmiy tadqiqotlar xili ko'p bor. Men buning ichida 2017-yili Kaliforniya universiteti bilan Brown universitetininki birlashma programmasida ishlangan tadqiqotni asosli so'zlashni o'ylashdim. Undan keyin 2022-yilga qadar mush meditasyonning kishilarga ilib keladigan bir qism ziyonlari haqida ishlangan tadqiqotlar xili bor. Inshaalloh buning ulanışlarini men mush YouTube kanalimizga qo'yib qo'yman. Qiziqadiganlar bo'lsa ko'rib baqsanglar bo'ldi. 2017-yildagi tadqiqotda mush tadqiqotga qatnashuvchilar meditasyon qilaverish yoki meditasyonni uzoq mezgil qilganlarda, masalan, mushta passiv o'ylaydigan, hattoki shu amaliyotga mos kelmaydigan o'y fikrlar, aqlga sig'maydigan bir ishlar xayolga kelib qoldigan, undan shu tufayli ish bajarish, planlash, undan o'zini kontrol qilish iqtidorida masal ko'ringanligi o'tir qo'ygan ekan. Ikkinchisida sezgi va idrokniki qalayim qolishini keltirib chiqardi ekan. Biz sezgi darsimizni o'rgangan vaqtda shu ko'rish, purash, tetish, sezish sezgilarimizni o'rgangandik. Meditasyon qilib, masalan, uzun mezgil qilib yoki bek ko'p qilish davomida shu sezgilarda masal ko'rilganligini o'tirib qo'ygan. Bu sezgilarda masal ko'rilganlik uchun uningki idrokdimi bir buzilish paydo bo'lgan ekan. Idrokda buzilish, masalan, turkcha hallusinasyon deb qo'yamiz. Bu hamda psixologiyadagi psixik kasalliklarning orasida og'ir bo'lgan kasallarda ko'rildi, jiq ko'rildi. Masalan, hallusinasyon ko'ziga yo'q narsalar, masalan, atrofidagi hech kim ko'rmagan narsalar bu odamda ko'ziga ko'rinadigan degandek shunday bir ishlar bo'ldi hallusinasyonda. Endi shu meditasyonni ko'p qilganlardan shunday ahvollarmi yuz bergan. Qizg'inligi birdilam suviydan bo'lib qoldi ekan. Masalan, ba'zi kishilar aslida bir vazifani tamomlayolmaydigan, yo vaqtida tamomlayolmaydigan yoki so'ramalik qiladigan degandek masalasi bor bo'lsa, unda masalani tig'imi yig'irlashtirib aytgan. Chunki bu ham har vaqt rohatlikka boshlaydigan bo'lganligi uchun uningki hamilan bilamiz depression bo'lgan kishilarda, ya'ni ro'yi tushkunlik bo'lgan kishilarda bir ishlarga bo'lgan qizg'inlik tug'ilib ketadi. Undan keyin masalan aslida noyat yaxshi ko'radigan bir ishlari, yaxshi ko'radigan, masalan, tamoq yetishni shunday yaxshi ko'rsa, yoki sirtqa chiqib aylanib bozor cho'glashni yaxshi ko'radigan, yoki do'stlar bilan ko'rishni yaxshi ko'radigan bir kishiningki depression bo'lgan vaqtda birdan bu ishlarni yaxshi ko'rmaydigan bo'lib qoldi. Endi meditasyondami shunda depressiyonga o'xshash holatlar ko'rildi ekan. Ya'ni aslida yaxshi ko'radigan, shunday yaxshi ko'radigan shu ishlarni qilg'isi kelmaydigan, qizg'inlikqa sovib ketadigan shunday bir holatlar ko'rildi ekan. Tadqiqot qatnashganlar orasida masalan psixik kasalliklar bor yoki burun travma deb qo'yamiz, shunga o'xshash asoratlar bo'lgan, o'zininki burunqi vaqtlarda, kichik vaqtida bo'lsin yoki hozirgi hayotida bo'lsin bir ishlar bo'lgan bo'lsa, shu meditasyon qilayotgan chog'da yoki shu meditasyon qilish tufayli normal hayotida shunday davomli asoratlar qilishga kelib qolgan yoki bir odam burun depressiyonni boshdan kechirgan bo'lsa, depressionlik bir hayotni boshdan kechirgan bo'lsa, keyin saqaygandan keyin meditasyon qilib bu jarayonda yana shu holda qaytib kelgan. Yoki burundan jiddiylashadigan, anksiyete deb qo'yamiz, jiddiylashadigan, ansiz hamma narsalardan jiddiylashib turib shunda bek tamtirab ketadigan manda bir kasallik. Bu kasallikmi masalan meditasyon qilgandan keyin qaytalanadigan. Anki atrofidagilarni yomon gumon qiladigan yoki qo'rqaydigan yoki bir ishlar yuz berami deb ansiraydigan degandek bir qism kishilarning shunda bo'lib qolganligini o'tirib qo'ygan. Ba'zi fiziologik yon ta'sirlarni birlikda ko'rilgan. Ba'zilarda bosh og'riq, ba'zilarda qo'soq, oshqozon uchay og'rish, uningdagi bosh qiyish yoki holsizlik degandek holatlarni birlikda ko'rilgan ekan. Endi o'zlik tuyg'usiga ta'sir yetishi ko'rilishi mumkin ekan. Masalan, bu meditasyonda noyatmi bir rohatlikka yetish arzusi. Ondan keyin bayqi rasmda ko'rgandek birdan pallalarning ichilib eng yuqori pallaga borgan chog'da butun dunyo bilan birlashish, dunyoning eng ust qit'iga chiqish degandek munda bir arzular bo'lganligi uchun kishi har vaqt ashunda bir nuqtaga intilib, shunda bir nuqtaga berishim kerak, borammasam men deb o'ziniki nachar tarafini ham ko'rgan bo'lib qoldi ekan. Ondan keyin o'zini yuturib qo'ydi ekan. Ya'ni xiyoliy dunyoda yashab ekanligi tufayli o'zini yuturib qo'yish,
uningki o'zining tavallik tuyg'usida buzilish. Masalan, o'zini har vaqt dunyoning ustida yoki butun dunyo bilan birlashgan degandek manda holatda xiyol qilganligi tufayli masalan o'ziningki hattoki nada yashayotganligi yoki kimga tava, qaysi millatga tava degandek tavallik tuyg'usini yutirib qo'yish. Unda ijtimoiylashishda masala ko'rilishi mumkinki, ijtimoiylashish deganimiz hamda ko'p kishilar bilan aralashishni ko'rsatadi. Lekin hamda meditasyon qilganlarda o'zi mushu real dunyodan ayrilib qolganligi tufayli mushu dunyoga qaytib kelgan vaqtida uningki mushu dunyodagi kishilar bilan aralashishda. Chunki xiyolda bir cho'ng ustidagi birisi bilan bog'lanishni davomli shuning bo'lgan bog'lanishga intilganligi uchun va uningga bog'lanolmayotganligi uchun dunyoga qaytib kelgan vaqtida, normal ish hayotiga qaytib kelgan vaqtida qilayotgan ishlarini qilolmaydigan, uningki atrofidagi kishilar bilan yaxshi bir munosabat qurolmaydigan shunday holatlar ko'rildi-ki, o'sha tadqiqotlardan keyin Cheetah House deb turbat ochilgan-ki, buningdimi bir necha doktor, undan keyin magistrlar, hatto nurg'un o'zi fidoyilik bilan qatnashgan kishilar borki, bu kishilarning orasida bir necha doktor, professor, hatto magistrlar mushundaq meditasyonninki yomon ta'sirlar tufayli yoki o'zi meditasyonni xato qilib qolganligi tufayli nachar bir holatga kelib qolganlarga yordam qilishni maqsad qilgan holda bu turbatni ochgan-ki. Endi men bek hayron qoldim. Haqiqatan bu nuqtani biz bek sal chog'lab kichik ko'rib, munda deb his qilib, voy odatdagi shu yokoms Munira bek oshiryapti deb o'ylaydiganlar, masalan, oldingi darslardan ko'rib, Munira bek oshiryapti yoki bek radikal so'zildi deb o'ylaydiganlar mushuningdan ko'rsanglar bo'ldi. Endi hatto mushu chataliklar o'zimi mushta turbatlarni ichib, sen yolg'iz emas, bunda bo'lganlar nurg'un. Masalan, mana dal hikoya qismida o'zining hikoyasini yozgan-ki, hatto ba'zi kishilar o'zining hikoyalarini avatgan-ki, undan keyin bu organdagilardan yordam so'rayotgan. Men mushta meditasyon qilib hozir menda bo'lib qoldim, anda bo'lib qoldim. Shu meditasyon qilganlik sababidan masalanga keyingi ruhiy kasallar giribdor bo'lgan, depression, anksiyete, undan keyin hattoki ig'irlab nurg'un, undanmi ig'ir kasallarga giribdor bo'lgan kishilarmi bo'lganligi tufayli ba'zilari chunki izchil mana mush hikoyalar deydi, mana 5 yil deydi, hatto 5 yil, 3 yil, 4 yil, 5 yil ashunda. Masalan, turk psixologlardan Mustafa Mert men 20 yil qildim deydi. 20 yil meditasyon qildim. Shu Yevropada, bu odam Yevropada o'qib, Yevropada shu doktorlikka erishib, keyin andan Turkiyaga qaytib kelib, haqni tushunib, taniqli psixiatristlarning birisi hisoblanadi, ustozlarning birisi hisoblanadi. Endi mushu Mustafa Mertmi shunda deydi. Men shu G'arbda yashagan 20 yil davomida mush meditasyon qildim, lekin keyin shunda pushaymon qildim. Haqiqatan o'zimning ruhimni yo'qotib qo'ygandek shunda bo'lib qoldim deb hisobda bir psixiatrist shundaq deyotdi. Masalan, bu hikoyada bu bir ayol o'ziningki 5 yil qilgandan keyin asta-asta o'zining nafsini kontrol qila olmaydigan, ya'ni nafas elishni kontrol qila olmaydigan, nafsi tuyuqsiz tezlashib, siqilib shunda bo'lib ketadigan, hattoki bir kuni mashina haydayotganda mashina so'qilishga sababchi bo'lib qolganligi, keyin qaytib berib o'zining ma'lumidan so'raganda ma'lum hech qisi yo'q, sen mashqni yaxshi qilolmagan o'xshaysan deb o'tkazib aytganligi, keyin uniki mushu organdagilardan yordam so'raganligi degandek ishlarni o'tirib qo'ygan. Hatto mushu organdagilarniki eshitgan maqolalarini o'qib baqsanglar bo'ldi. Ashtandimi degan meditasyon hozir dunyo miqyosida butunlay pul ilish shaklida, pul tepish shaklida bo'lib ketganligi uchun bizdek bunda o'tirg'i chiqqanlar yolg'iz qilyotdi. Lekin biz yana mushta o'tirg'i chiqib, shundaq ta'sirlarga uchirganlarningki yolg'iz emasligini bildirmoqchi degandek nuqtalarni o'tirib qo'ygan-ki. Endi men beshta inglizcha maqolalarni ham ko'ribdim, lekin keyin qarasam Turkiyadami xili bakam deb mushtaq ziyonlarga uchrab o'zining hikoyasini yozib qolgan. Biraylar mana yozibdi. Men uzun mezgil qildim, hatto 3 yil qildim. 3 yil qilganki hatto yiliqi pallalarni ichib 3-chi ko'zga kelgan chaqda u ichilmadi, lekin menda asta-asta ana depression, undan keyin jiddiylashish, ya'ni anksiyete, undan keyin qo'rquydigan bo'lib qoldim. Hatto eng oxirida hallyusinasyon, ko'zimga bir narsa ko'rindigan, hattoki men keyindagi yozganim bisedim deydi, bipolar degan bir kasallik bor. Shu kasal bo'lib qoldim oxirida. Hozir men davolanyapman deydi. Buni o'zi shu o'ziniki yoga ustisiga so'raydi ekan-chi, so'rgan chaqda hech qisi yo'q, sen yaxshi bir holatga kelsa, biz hamimiz shuni xohlaymiz, ya'ni shunda bir narsalarni ko'rishni, shunda bir ichimizdan ashta titrashni, titrab ketadiganmiz. Shunda titrashni ashta bek orzu qilamiz, sen biz orzu qilgan yerga yetibsan deydi, lekin bu normallik emas aslida. Ya'ni bir odamniki dunyodan ayrilib qilishi, bir odamniki ya'ni ish hayotini, ya'ni turmushini davom qilolmasligini bildirdi.
davom qilmaslikni bildirish hargiz odatga ish emas aslida. Biz hamda bugungi darsimizda ilmiy paketlar orqali meditasyonningki kishilarga bo'lgan ziyonlarini o'rganib o'tdik. Nurg'un kishilarimiz hamda shunchalar qilingan darslardan keyin inshaalloh meditasyonga yaqin yo'lamaydi deb o'ylayman. Hamda bu darslar nimishqa men kuchab oqoqdan qildim degan chig'imizda bizning oramizda ba'zi kishilarimiz meditasyonning nimishgaligini tushunmaydigan bo'lishimiz mumkin. Lekin ba'zilarimiz hatto buni boshlagan bo'lishimiz mumkin. Mening bekara ko'zda tutqunimiz mushu bizning keyingi avlodlar bo'ldi. Bizning keyingi avlodlar bu videolarni ko'rmagan taqdirdami, biz bu bir avlod bu haqda yaxshi bir tushunchaga ega bo'lsak, mayli diniy jihatdan bo'lsin, mayli o'zimizningki milliy kimligimiz jihatdan bo'lsin, mayli ilmiy usulda buningga bo'lgan radiyalarni bilish jihatdan bo'lsin, keyingi avlodlarimizni bundan to'ssak degan umiddaman. Chunki siz turkcha ko'ring, YouTube'da inglizcha ko'ring, bek ko'p. Buningga kirganlar, buni qilayotganlar, buningdan huzur his qilman deyotganlar nihoyat nurg'un, lekin mana ilmiy tadqiqotlarda hatto muncha yillardan keyin o'ziniki shunda ig'ir bir ta'sirlarga, ziyonlarga uchraydiganligini o'tirib qo'ygan ekan. Hatto bu ziyonga uchraganligini o'zi his qilmay, men boshqa ishlarda bo'lyapman deb bu meditasyonningki ta'siridan ekanligini bilmay o'tayotganlar balkim yana nurg'un bo'lishi mumkin. Shunga meningki maqsadim ya'ni bizning avlodlarimizni qutuldirish. Ya'ni biz bir turkum kishilarniki bunun kirib ketmasligi. Ya'ni nima bo'lmasin bu bir din bo'lganligi uchun insonning fitratiy dinni xohlaydiganligi, din orqali yaratquchini tonish, yaratquchi bilan uchrashish degan bir orzusi bo'lganligi uchun meditasyonchilar buni bek foydalanib ketgan. Inshaalloh endi biz bu qiltaqlarga tushib ketmaymiz deb o'ylayman. Yana ham nurg'un kishilar shunday mashqlarni qilish orqali o'zini rohatlatishni o'ylaydi. Oldingi soatlik darsimizda biz diafragma orqali nafas olishni bir qur tushundik va oddiy bo'lgan cho'nqur nafas olish haqida so'zlab o'tdik. Endi bu soatlik darsimizda sanash orqali diafragma nafas mashqini so'zlaymiz. Endi bu sanash orqali diafragma nafas mashqida avval ichimizda 1, 2, 3, 4 deb barmoqimiz orqali sansak bo'ldi. 4 ni sanaymiz, sanagan vaqtimizda burnimizdan nafas olamiz. Masalan, birlikda qilib boqaylik. 4 ni sanaganda nafas olib bo'ldik. Endi 2 ni sanagacha nafasimizni tutamiz. Nafsimizni tutdik. Endi bu tutgan nafsimizni oltin sanash orqali qo'yib beramiz. Qo'yib berganda burun orqali qo'yib beramiz. Ya'ni og'andami burun orqali olamiz, to'xtatamiz, burun orqali qo'yib beramiz. Endi buningda diqqat qiladigan nuqtalar bor. Bu men hozir o'tirg'i qo'yib ekranda ko'rsatayotganim, ya'ni psixologiya jamiyatidan o'tirg'i qo'ygan shu nafaslanish mashqi hargiz men to'rdan u yerdan terib olgan narsa emas. Buni ekranda rasm tatilish orqali o'rgansanglar bo'ldi. Bu yerdami mana alohida o'tirib qo'yibdi. Ko'zni hargiz yummaslik kerak, yotmaslik kerak. Shu masalan meditasyonda yetib qiladigan ishlarm bor. Ya'ni bu yerda chunki ko'zni yumish yoki yetish yoki ishni ko'rolmaydigan yoki qorong'u degandek mandayalat qilish amaliyotda insonning bexatarlik tuyg'usini tuvallaydi. Siz bir xil rohatlik his qilman deganingizda aksicha bexatarlik tuyg'ungiz tuvallab ketganligi tufayli boshqacha qo'rqish ichiga kirib ketsiz, boshqacha bir hissiyotning ichiga kirib ketsiz. Shunlashqa nafaslanish mashq qilganda ko'zimizni yummaymiz, yotmaymiz, tub-tuz yerda yetish orqali qilmaymiz. Ishni amal bor ish ko'ralaydigan holatda o'ltasak tig'i yaxshi. Chunki nafaslanish mashq qilgan chaqda jimjit bo'lganligimiz tufayli, boshqa ovozlar tufayli tuyuqsiz qo'rqib ketadigan yoki oqimizda nima bo'layotganligini bilmay andishaga tushib qoladigan bunda bir holatda bo'lsa qilmaydi. Shunlashqa mushundaq ishlarga diqqat qilamiz. Ondan bo'lsa kunda bir qancha qatim va har qatimda ilish va berishni o'z ichiga olgan holda har qatimda 5 nafas va bir kunda bir qancha qatim qilsak jiddiylikni pasaytish va nurg'un rahatsizliklarga foydalash ekanligi o'tirib qo'yilmoqda. Aziz qarindoshlar, bugungi darsimiz mishaychi bo'lsin. Nafaslanish mashqini yaxshi o'rganib oldik. Bo'lsa ekranni rasmga tatib berib davomli qilib berishinglarni umid qilma. Bak mushundaq mashqlarni yaxshi ko'rsanglar, meditasyon qilgan o'rinda mushundaq mashqlarni qilsanglar bo'ldi. Ammo yana qaytlaydiganim dilla faqat Allohni yod etish bilan aram topadi. Allohni qanday usullarda yod etadiganligimizni hammalar bilamiz. Aziz qarindoshlar, o'zinglarni asranglar. Allohga omonat.